Bismillahirrohmanirrohim. Aziz obunachilar, mana bahor ham kelib, ko'pchilik qurilishlarni boshlavordi. Hamma uy solish dardida. Misol o'zbekka borki, uy soladi. Uyni biz sizlarga hozir qo'limizdan kelgancha ma'lumotini bermoqchimiz. Qanday solish kerak? Qayerga qaratib solish kerak? Uy solishda nimalarga e'tibor berish kerak? Qanday qilib uy solsa arzon, kvadrati ko'p chiqadi, isitish oson bo'ladi, sovutish yanada oson bo'ladi. Shular haqida qo'limizdan kelgancha ma'lumot berib, hozir orqamizda turgan uyimiz 10 ga 12 ga 9,5 razmerdagi uyga necha xona uy tushadi? Shular uyni obzorini qilib bermoqchimiz. Bo'lmasam boshladik. Aziz obunachilar, uy solishda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda e'tibor berish kerak bo'lgan tomonlardan birisi tashqi tomonda ko'cha tomonga qarab solasizmi, qayoqqa qarab solsangiz ham quyoshga qarab solish kerak. Sababi chumolilar ham quyoshga qaratib uy soladi. Misol cho'lda yoki o'rmonda adashib qolsangiz, chumoli uyasini ko'radigan bo'lsangiz, shu quyosh chiqadigan tomonga qarab turib, ini eshigi quyosh chiqadigan tomonga qarab bo'ladi. Bu ham shunday qilib soladigan bo'lsangiz, misol uchun sahnalar yog'ingarchilik kunlarda quruq turadi, tezda qurib ketadi. Ham agar aynali qilib soladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda aynali uylar moda bo'lyapti. Aynali qilib soladigan bo'lsangiz, quyosh tushganda uyni isitish oson bo'ladi. Quyosh tez tushadi. Quyosh ham uyni isitishga katta yordam beradi. Birinchi quyoshga qarab solish kerak. Ikkinchi sababi, agar oynali qilib uy soladigan bo'lsangiz, derazalar oynasini ko'paytiradigan bo'lsangiz, qishda isitishga yordam beradi. Osonroq bo'ladi agar oynasi ko'p bo'ladigan bo'lsa. Bu birinchi e'tibor beradigan narsa. Ikkinchi e'tibor beradigan narsa, albatta o'zbekchilikda ikkita ravot bo'lishi kerak. Albatta buni planga kirgizib ketish kerak. Sababi hammamiz ham boqiy emasmiz. Bir kun keladi hammamiz xudo xolasa tuproqdan yaralganmiz va albatta tuproqqa qaytamiz. Mana bu birinchi eshigimiz bo'ladigan bo'lsa, hop, mayada ham katta ikkinchi ravotga joy qo'yib qo'yganmiz. Bu yerda ham joy qo'yganmiz. Bu ikkinchi eshigimiz katta ravot bo'ladi. Endi uyni ichiga kirishga ham xuddi shunday. Bitta xot qilingan. Bu bitta xot bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi xot mana bu yerda. Ikkinchi xot mana bu yerda. Endi pajarni bezopasnost tomonidan ham yaxshi bo'ladi, ham o'zbekchiligimizga ham yaxshi bo'ladi. Sababi yig'in qiladigan bo'lsangiz, bir tomonda erkaklar kuzaydi, ikkinchi tomonda ayollarni kirgizib bemalol tuzab kuzatsangiz bo'laradi. Bo'lmasa uyni ichlarini obzor qilishni boshladik. Hop. Bismillah. Xo'p, uyni ichiga kiradigan bo'lsak, yana bitta narsani aytishdan chiqdi. Obunachilar, misol koridorlik qilib soladigan bo'lsangiz, uyingiz yaxshi. Sababi eshikni ochishga guvlab sovush kelmaydi. Ko'pchilik 8 xona uzun qilib solishib oladi uylarini. Bitta eshikni ochsa sovuq guvlab kiradi. Isitish ham qiyin, sovutish ham qiyin. Keyin material ham ko'p ketadi. Misol uchun hozir kirgan uyimizga qaraganda material ko'p ketadi. Shifri ham ko'p ketadi, to'sini ham ko'p ketadi. Qo'yingki material ham ko'p ketadi. Hozir biz ravotdan kirdi, eshikdan kirib oldik. Eshikdan kirganimizda mana koridor va bu yerga ham koridor ketyapti. Xo'p, chap qo'lda birinchi xonasi, bu yerda oshxonasi bor ekan. Chap qo'lga oshxonasini joylashibdi. Keyingi xonasi bemalol to'yg'izaveradi. Keyingi xonamiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bu yer mehmonxona ekan. Mehmonxonasi razmerlarni keldi, uyni razmerlarini aytib ketay. 4 metrga 6 metr mehmonxona tushyapti. 4 metrga 3,5-3,60 sm oshxona. Xo'p, undan keyingi yana bitta xonasi bor ekan. Endi bu yerda spalniya qilsa ham bo'ladi. Yo bo'lmasa bitta o'tiradigan xona qilsa ham bo'laveradi. Keyin bunday uylarda yaxshi tomoni ko'rishingiz mumkin. Hamisha gradus baland turadi. Hozir bu yerda gradus ko'rinmadi, 23 gradus turibdi. Balkim telefonga ko'rinmagan bo'lsa. Bu yer anaqa ekan.
tahorat olgani и kir yuvgani qo'yingki samuzelniki. Xo'p, endi bu boya aytganimizdek ikkinchi eshigi, chiqish eshigi. Misol uchun buni bu yerdan, bu eshikdan yana bitta qo'shimcha запасный выход deb qo'yadi. Ekstrasiga ham yangichasiga ham yaxshi bo'ladi. Misol uchun buni koridorni o'rtasidan bo'lib olibdi. Bir tomondan ayollar, ikkinchi tomondan erkaklar bemalol kuzatsa bo'laveradi. Endi ikkinchi etajga bismillah deb chiqamiz. Ikkinchi etajda nimalar bor ekan? Xo'p, ikkinchi etajga chiqqanimizdan keyin uzun hol kelyapti, mehmonxona, koridor. Bu yerda har qancha mehmoningizni kuzatsangiz bo'laveradi. Misol, o'zbek tilida o'zinglar bilasizlar, amma, quda, oshna, og'ayni, aka, uka, judayam mehmon do'stimiz. Har qancha mehmonni kuzatib olsanglar bo'laveradi. Bu yerda asosan erkak kishilar kuzatishar ekan. Pastdagi xonalarni ayol kishilar kuzatishar ekan, misol yig'in qiladigan bo'lsa, bu xonadon egalari. Xo'p. Undan tashqari mana yoqda yana 3 ta xona bor. 3 ta xona. Endi koridorimiz uzunligi salkam 12 metr, 11 metr deylik. Endi xonalar shunga 3 ga bo'lingan. Bu yerga misol детский qilsa bo'ladi. Yana bitta spalniya ko'chirib chiqarsa bo'ladi. Shunaqa qilib o'zi xohlagandek uyga solib ko'chirib olsa bo'laveradi. Endi mana divonimiz o'rniga pastda samuzel bor. O'shani tevaga ko'chirib olsa ham bo'ladi. Misol, agar ko'pchilik yashayman desa, tevaga ko'chirib olsa ham bo'laveradi. Xo'p. Uyimizni kvadratiga keladigan bo'lsak, общий площади 105 kvadrat birinchi etaji, ikkinchi etaji ham 105 kvadrat. 200 kvadrat oshiqroq joy bu yerda joylashgan. Xo'p, yana sizlarga qanaqa ma'lumotlar qiziq? Agar izohlarda shu agar shu ko'rsatgan uyimiz ma'qul kelgan bo'lsa, rasxodlari qancha shifr ketgan, qancha g'isht ketgan, qancha rasxod ketgan, shular qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, keyingi videolarda shu uyga qancha rasxod ketganini hisoblab beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bittadan laykni bosib, mehnatimizni qadrlab, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Hamisha xizmatinglardamiz.